Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek san'ati og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston SSR xalq artisti Yoqub Ahmedov 87 yoshida bu olamni tark etdi. Bu haqda Qora xabar Telegram kanali xabar bermoqda. Yoqub Ahmedov 1983-yil 3-yanvarda Namanganda tavallud topgan. 1959-yil Toshkent san'at institutini tamomlagan. Yoqub Ahmedov ijodi ijtimoiy va g'oyaviy mazmunga to'la, ufqi keng, ko'p qirrali. Qahramon xatti-harakatlarini to'g'ri gavdalantirish bilan birga uning ruhini, tafakkur kuchini, fikr va hissiyotlar to'lqinini, uning kayfiyatini, buyuk insoniy fazilatlarini ochishga intilgan. Yoqub Ahmedov juda ko'p filmlarda rollar ijro etib, xalqimizning olqishiga sazovor bo'lgan. Yoqub Ahmedov Maftuningman, Shum bola, Tangalik bolalar, O'tgan kunlar, Taqdir, Qalblar to'lqini, Qasd, Tahdid, Ko'rgim keladi, Xonadon egasi, Baron 2 kabi filmlarda rollar ijro etgan. Shuningdek, seriallarda Shaytanat, Charxpalak, Sardor, Maftuna, Qaytar dunyo, Hayot jilg'alari, Fidoyilar, Mehmonxona kabi filmlarda ham rollar ijro etgan. Marhumning joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin. Kanalimiz nomidan Yoqub Ahmedovning oila a'zolari, yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiramiz. Joylari jannatda bo'lib, oxiratlari obod bo'lsin.